Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta trekerimiz. Bunda mashinada juda qiziqarli holat bo'lgan. Mashinaga tormozga, vakuumga ashbka berib qolaveradi. Короче, hammasini tekshirdik. Juda katta rasxod bo'ldi. Endi bu yoqda o'zim ham aybim bo'lgan. Hozir bir chekkadan tushuntiraman. Bu mashinada birinchi o'chirib vakuum nasos almashtirdik. Datchigini almashtirdik trubkasi bilan, bo'lmadi. Vakuum o'zini almashtirdik, bo'lmadi. Mana vakuum nasoslari. Endi holat nima bo'lgan? Menga kelganda zamena masala qildim, kalotka almashtirdim. Shundan keyin shunaqa bo'lib qoldi dedi. Moyi urovini ko'rmaganman. Moyi urovini juda past quyib qo'yishgan. Vakuum almashganda ham ozgina moy to'kilgan. Shuni hisobiga tormoz yonib qolavergan. Agar tormoz yonib qolsa, moy urovini ham tekshiringlar. Buni juda ko'p qidirdik. Rasxod ko'p bo'lib ketdi. Endi kim qiynalib yurgan bo'lsa, manfaatli bo'lib qoladi. Birinchi o'chirib moy urovini ham ko'rib qo'yinglar. Podpiska bosinglar, like bosinglar. Xudo xolasa mana shunaqa manfaatli videolar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz.